Tartıvelingan hayat. Roman. Abdori Mustafa Abdurrahim. 1. bölüm. 8. qism. Mavlud apandi, Yulduz oxiri men bilan uyga qaytishga qo'shildi. Oxiri qizim bilan jam bo'ladigan bo'ldim deb, xushalliqi qon-qiniga patmay, mundaqli basam sattirdi. Shunga so'g'u salomlarni elib baray deb qilmig'ini qamigan tursa. Yulduzning bu nima degani amdi? Gapim tushunishlik bo'lmagan bo'lsa, yana bir qatimday. Dada, mening o'z uyimga qaytishimni haqiqatan umid qilsam, men degandek deganda yiningdagi bu yigit, ya'ni Arslan meni o'g'il kasur. Ha? Yana bir gap. Dada, sen texnichi bilmaysan-ku deyman. Sening singling, ya'ni mening hammam bo'lmish u ayol oldingi kuni sen ketgandan keyin bu uyga keldi. Uning nima qilganligini bilamsan? U bana, sen degan akamning pulini ko'zlab shunga u uyga boraman deding. Sendek nomussizning qizining u uyga berishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Agar akamning yana qaytishdan voz kechsang, sana pul beray deb 50 ming yuan naqd pulni ko'tarib kelibdi. Uning degan gapidan xuddi men Mavluda onamning qo'sig'idan sening pulingni deb tug'ilgandek. Qiziq. Shuncha u ata Arslan bilan kelib mendan kechirim so'rab meni u uyga qaytarib ketish kerak. Bo'lmasa bo'ldi, men yaningga bormabdiman. Bu uyda hech kim ko'timga o't qalab beshimga qozon asmaydi. Qanchalik turman desam, meni kat deb qo'g'lamaydi. Men bu uyga berish xushtar emas. Biroq o'zimning haqiqiy oilasini topgandagi his tuyg'uni, o'z dadamning menga bergan mehr muhabbatini his qilgim kelib, shunga sen bilan qaytishga qo'shilgandim. Agar bo'ladi desang, men degandek qil dada. Men uchun hammamga tanbeh berib, uni oldimga avatalaysan-ku deyman. Shundaqmi? Ras. Seni siz demay, sallab gap qilaverdim. Bu uydimi Sardar dadamni sen deb ko'nib qopti ekanman. O'zimning eng yaqin odamlarini sizlab gap qilishga faqatli ko'nmayman. Agar seni sallab gap qilishimni yoqtirmasang, sizlar o'zlari qisla, asla deb gap qilsam bo'laverdi juma dada. Gapim tugdi. Qog'ini sizlarga qoldi-amsa. Charchab qoptiman. Oy, men kirib orom olay. Sizlarni onam uztib qo'ysin-a? Yulduz deydiganlarini deb bo'lib, hujursiga kirib ketdi. Mavlud nima deyishini bilamay, gangirab turib qolgan bo'lib, umu Yulduzning kirib ketganini ko'rgandan keyin Nurxonga xo'sh deganni qilib, beshini lang'ishtib qo'yib, orqaga o'rilib chiqib ketdi. Nurxon Yulduzning orqasidan uning hujursiga unadan nemishqa unda qiladiganligini so'rash uchun kirib ketdi. İpar Mavlud bilan Arslanning orqasidan chiqib, Mavlud apandini to'xtatdi. Mavlud apandi, to'xtab turing. Sat bo'ldi. Sizni bundaq chaqirib to'xtatmasam bo'ladi. Yulduzning deganlarini hargiz xato tushunmayman. Uning g'ururi bek kuchlik. Kichik ishlar bo'lsa-mu, u faqatla bo'ldi qilmaydi. Uning degani rost. Oldingi kuni haqiqatan sizning soningiz keldi. U Yulduzni va onamni haqoratlaydigan so'zlarni qildi. Asli unchilik ishlarni tayyorlab o'ltirishning o'rnimi yo'q edi. Agar Yulduzning o'rnida men bo'lgan bo'lsam-mu, u haqoratlarni ichimga sig'dira olmagan bo'lardim. Yulduzning undaq deyishidimi sabab bor. Chunki u buningdan keyin sizlar bilan bir uyda bir oila kishilari bo'lib birga yashaydi emasmi? Shunga u izzat hurmatim bilan boray degan bo'lishi mumkin. Shunga siz Yulduzni ayblamagan bo'lsangiz, agar Yulduzni haqiqatan yaxshi ko'rsangiz, uningga kuyinsangiz, uni himoyangizga elib qo'g'dimoqchi bo'lsangiz, uning degandek qiling. Mening sizga bundaq deydiganga hech qanday salohiyatim yo'q. Yulduz garchi sizning qizingiz bo'lsa-mu, biroq u mangu mening qarindishim. Bu haqiqat hargiz o'zgarmaydi. Mening dunyoda uningdan boshqa qarindishim yo'q. Shu uning azar yeb qilishini hargiz xohlamayman. Uni xushal bo'lsin deyman. Chunki uning kichigidan tatib hozirgacha birdan bir orzuyi boy bo'lib, bu namratlikdan qutulish edi. Uning arzusi o'z dadasini tepish bilan amalga oshib, amdila xushallik cho'mganda uning kichkina arzimas talabini deb vayron bo'lmasligini umid qilaman. Shunga Yulduzning deganini o'ylashib baqqan bo'lsangiz, u ochimizmi, undaq gap tushunmaydiganlardan emaskan. Meningcha siz uningga chiroyli tushundirsangiz, u ochimizmi fikringizga hurmat qilishi mumkin. Oldingizda baksat bo'ldi. Sizga ish ugatgandek bo'lib qoldim. Ko'nglingizga ammag'aysiz. Amsi sizlarga yo'l bo'lsin. Xo'sh. İpari gepi tugigandan keyin
Arslanğa ko'zining quyruqida yerning tegidan qarab qo'yib, uyga kirib ketdi. Arslan ham iparning orqasidan uyga kirib ketib bo'lguncha uningdan ko'zini uzmay qarab turdi. Shunda qilib Mavlud bilan Arslanmo bu eski tashlandiq mahalladan ayrildi. Yo'lda ketayotguncha Mavlud xeyli bir hazog'icha sukutda turgandan keyin Arslanga qarab: Arslan, seningchi bo'lganda Yulduzning deganlari sal eshib ketdimi yoki uning deganlari o'rinliqmi? Boy iparmi tushuncha berdi-ku. U tushuncha berishdan burun men Yulduzni sal oshirib o'tgandek his qilgan. Biroq iparning tushuntirishlarini anglagandan keyin Yulduzning deganlarini xato deyishga bo'lmaydiganligini tushundim. Nazila xonimning bu yerga kelishini men rostila o'ylab boqmabdi ekanman. Bu mas'ul mendan Yulduzning ismi va turishlik adresini so'raganda herkes deb bilmaydim. Xatolik mendan o'tibdi. Oldingizda xijilman. Uningga Yulduzning adresini asli sen berganmiding? Nemishqa mendan xabarsiz bunda qilding? Men texim Nazilani Yulduzning adresini qayerdan bilgandi deb boydan beri kallam qaymoqib o'ylab tegi yetamagan edim. Buningdan keyin mendan so'ramay hech kimga hech narsa deguchi bo'lma. Oldingmi? Sening sababingdan qizimning oldida o'sal ahvolga tushib qoldim. Texi o'z uyiga bormay turibla. Dadamning urug' tuqqanlari nima degan eski, nima degan zarxanda deb o'ylab qolmamdi. Qaraganda at deganda Nazila bilan ishkinglar Yulduzning diginida qilib uni qaytirib kesanglar bo'g'dak. Qizimning sening undab uyingga bormayman diginiga xush bo'lsam bo'ladigan o'xshaydi men. Ay. Uning meni sen deb gap qilgandan qanchalik xush bo'lganligimni bilamsan. Gerçi boshqalarning menga hurmat so'zi ishlatmasligini yoqtirmasammi? Qizimning texi meni uncha bak to'lmay turib, meni eng yaqin odami qatorida sen deb turib gap qilgandan ishimdan bakli xushib ketdim. Men birdan bir yolg'iz qizimning ko'ngliga hargiz azor bersam bo'lmaydi. Uningga 20 yil qilib beranmaganimni hassi bilan to'liqlab berman. Cho'qim. Mavlud Arslan bilan xeyli mo'ndashdi. Chunki u Arslanni o'zining eng yaqin odami, hatto o'z oilasining bir a'zosidek ko'rganligi uchun qandoqli gaplari bo'lsa Arslanga deydi. Cho'ng ishlarda fikr qilib maslahat soladigan ish bo'lsa-mu, oldi bilan birinchi bo'lib Arslanga deydi. Arslanma ham o'zining o'ylaganlarini Mavludga ham baharlaydi. Chunki Arslanning dadisi-mu Mavludning dadisining qo'l ostida ishlaydi. Arslanning dadisi qatnash hodisasida apsi kechida uxlayotganda boshqalar tarafidan uyiga o't qo'yilib, qaslab o'ldirilgandan keyin Arslan Mavludning oilasi tarafidan beqib olingan. Uni Mavludning oilasi maktabda o'qitib, oliy maktabni bitirgandan keyin Mushiyada, ya'ni Mavludning dadasidan qolgan hozirgi pul muomala shirkatiga ishga tushib, Mavludning o'ng so'l qo'li bo'lib ishlab kelmoqda edi. U Mavludni uyga akilib qo'yib, uning bilan xo'shlashib, o'z uyiga qarab yo'l oldi. U yo'lda ketayotguncha barliq asyodi ifordala qolgan bo'lib, u hozir nima qilayotgandi? Nemishqa uningdan telefon nomerini so'rab olmagandiman. Bakli do'tganman degandek xiyollarni qilib mangmoqda edi. Iparmo ham Arslan bilan Mavludni uzatib qo'yib, uyga qaytib kirib, apsi Nurxondan tildashnamlarni anglayotgandan keyin hujrasiga kirib, Yulduzning tirnoqini bo'yab o'ltirishiga qaramay, karvatiga chiqib, Arslanning ism kartasidagi Arslan degan ismga qarab, o'zimi bilib bilmay, uningga uyga berib bo'ldingizmi? Kechlik tomoq yedingizmi degandek uchurlarni yozdi. Arslanmo ham Ipardan tuyuqsiz kelgan uchurni topshirib elib, umo xushal bo'lganidan Iparga uyga kelishga oz qoldim. Tomoq yemadim. Buguncha tomoq yemay, biroqla ati tushdi yaningizga berib, siz etib bergan tomoqni yegim kelyotdi degandek uchurlarni Iparga qaytirib yozib atdi. Yulduz tirnoqlarini yasab o'ltirib, Iparning telefonda tiring qilib biri bilan uchur yezishayotganligini ko'rib, Iparning qo'lidan qopli qilib
telefonni tartib oldi va O degan biri bilan uchur yezishayotganligini ko'rib, İparning telefonni qaytirib va deganiga qaramay, uni ittirib etib, uchurlarni o'qidi. Hay, nima bu? Nima deb so'rayapman? Bu O degan kim? Bu deb nima tilingni chaynaysan? Al qo'lingdagi nima narsa? Akila. Arslan? Voy nomussiz. Tushda uning bilan quchoqlashib, irmash-chirmash bo'lishayotganingni onamga texa demagandim. Tushda bir-biringga qiynish bo'lamay telefon nomerlaringni ilishib, kashda bu temir tasakda muhabbatning payzini surishyapsan deyli. Sening tanavingni onam tatmasa, tuzalmigidaksan. Ana! Mavya kira! Tez! Mav ish bor degan juvoy nima yo'ldan chiqibdi? Bulashdek. Nima? Kim tunurdan chiqibdi? Biraz tunurdan chiqmadi. Mav qizingni yo'ldan chiqibdi deyapman. Qulqoңda masala bormi nima? Mavning qirg'ina? Ha, sen g'o xat tanımaysan ras. Men sen o'qib beray ya. Yulduz Nurxonga İpar bilan Arslanning yezishgan qisqa uchurini o'qib berdi. Ondan tushda İpar bilan Arslanning biriga quchoqlashib turganini ko'ptirib, İpar Arslanning qo'yniga o'zini etib, Arslan uni rad qilsa, u unimay zo'rlab quchoqlab oldi degandek bir to'qay yolg'on gaplarni qilib, Nurxonning arvohini 40 gaz o'rlitib etdi. İpar, undaq emas. Men undaq qilmadim. Xato tushunib qoldinglar degan bo'lsa-mu, Nurxon ko'ynikining yengini jaynikiga turib etib, g'aljirlashgan kishi yo'l bostak. Ikki qo'li bilan İparning gelini siqib turib. Bu beshimga bala jinimga jazo to'g'oning poqi. Hay sen meni mahallada yuzimni ko'tarib yurgan qo'yamsan yo'q. Gap qila. Nasli pas balay afat qanjoq. Men bugun sening mushu uzun bo'yningni uzatmaydigan bo'lsam, xip. Voy ona bo'ldi ishbarni qo'yib, o'ldirib qo'ysan beka. Voy jon nimada qilasan? Qo'lingni qanliq kelgan unutib qoldingmi? Qotil bo'lgan bamtiya. Uni o'ldirishni o'rni yo'q. Tarbiya qilib qo'ysanglar bo'ldi. Tozimi bir seni chaqirganga ajabmi bir pushaymon qildiribdim. Bo'ldi, singlimga o'zim tarbiya qilay, sen chiqib keta. Menga qarg'ina ko'zing ichidan portlab chiqib ketay debdi. Sirtga chiqib havo yeb, ko'nglimni ozroq tinchlantirib qara. Voy menga jinim ona, menga chiq. Yulduz Nurxonni ittirib chiqarib etib, hujra uyning shalaqshib qolgan eshigini ichidan taqidi. Ondan İparning oldiga kelib, uning Arslonga boshqa niyatda bo'lmasligini, bo'lmasa o'zining Mavludning uyiga borganda yuzi tushib ketadiganligi degandek qamlashmagan g'alati gaplarni qilib, endi uxla deb İparning yon telefonidan Arslonning telefon nomerini o'chirib, telefonni opasiga olib chiqib berdi. Va bu telefonga Arslanning nomeridan telefon kelsa, o'zi bilib bir narsalarni deb İparni avor qilmasligini deyishini topiladi. Nurxon o'pkisi helila og'zidan uchib chiqib ketadigandak bir holda hasirab, ma'qul deb İparning telefonini elib, yanchuqiga ching soldi. Ana bola ikkisining İparga bo'nchilik qilgudek, u bechora bularga nima qilgan bo'g'iydi. Elimo İparning hayotini unodan tartib olmoqchi bo'g'ini yetmaganmidi? Odam bolasi bo'lsa, bo'nchilik qilmas bo'g'iydi. Ana bola ikkisini til bilan tasvirlashga odam haqiqatan amalsiz. Bechora İpar shu tapda yotqanga beshini cho'kirib, qon yig'lamoqda. Yulduzga qarab havas qilmoqda. Yulduzning o'rnida o'zini Mavludning qizi bo'lib qolgan deb umid qilmoqda edi. O'z onam deb qargan odamining hozir boshqalarning qizi bo'lib chiqqan, beqvogan qizi Yulduzning 2-4 tali gapiga ishinib, o'ziga uvol qilganidan afsuslanmoqda edi. Lekin bu bechora o'zining haqiqiy Mavludning qizi, Nurxonning beqvogan qizi ekanligini bilmaydi-da. Hey, shu tapda Arslanni İpardan topshirib olgan uchurni ko'rib, uning bilan uchurlashgandan keyin xushalliqda uyga qaytib kelib, hammasiga uchurlarni ko'rsatdi. Ondan o'zining o'ylaganlari va planini aytdi. Ammo men İparni rostila yaxshi ko'rib qolgandek turman. Hammadan nimaga eng xush bo'lganimni bilamsan. Uning Mavludning qizi bo'lmaganiga hammadan bek xush bo'ldim. Başta uni Mavludning qizi deb o'ylab, asli planim bo'yicha uningga maqsadlik yaqinlashgan edim.
Lekin uning Mavludning qizi emasligini bilganimda uningga oshiq bo'ldim. Afsus. Endi ishlar burungi planim bo'yicha. Ya'ni Mavludning haqiqiy qizi Yulduzga yiqilishib, uning hayotini vayron qilish bo'yicha mangdi. Men Mavludni ojizlik qizi orqali hukm talqon qilib yetaman. Qarab tur hamma.